Kishini ixlosini zaiflashtirib tashlaydigan bir kasal bor. Kishining ixlosini zaiflashtirib tashlaydigan bir narsa bor, bir kasal bor. Nima u? Banda qilgan amaliga Allohdan mukofotni talab qilishi. Qilgan savob amalingizga Alloh taolodan mukofotni talab qilishingiz. Parvardigor, men namozda o'qidim, endi so'raganimni ber. Parvardigor, men pul sarflab hajga, umraga bordim, endi so'raganimni ber. Mukofot qani? Nimaga bermayapsan? Biz savobli ish qilib turib orqasidan so'raymiz, ha? Lekin bu so'rayotganimiz Allohning fazlidan bo'lsin. Nima degani? Alloh taoloni rozi qiladigan ishni qildik, orqasidan duo qilyotib, namoz o'qiganim uchun ber emas, roza tutganim uchun ber emas. Balki so'rang, Parvardigor, o'zingni fazli marhamatingdan ber deylik. Agar qilgan amalimizga mukofot talab qilsak, bu ixlosimizni pasaytirib, susaytirib yuboradigan amal ekan.